Bu voqea rostdan ham bo'lgan. 1970-yillarda Braziliyaning Rio de Janeiro sohilida bir baliqchi yashardi. Uning ismi Joao edi. Bir kuni u dengiz bo'yida yurganida g'alati narsani ko'rib qoldi. Kum ustida kichkina pingvin yotar edi. Pingvin harakatlana olmayotgan edi. Uning tanasi neft bilan qoplangan edi. Dengizga to'kilgan neft sabab u zaharlangan va och qolgan edi. Joao uni tashlab ketmadi. U pingvinni ehtiyotkorlik bilan uyiga olib bordi. Uni yuvdi. Tanadagi neftni tozaladi. Baliq berib uni parvarish qildi. Bir necha haftadan keyin pingvin sog'aydi. Joao unga ism qo'ydi. Dindim. Pingvin kuchga to'lgach, Joao uni dengizga qo'yib yubordi. Hamma o'yladi. Endi pingvin ketdi, qaytmaydi. Ammo mo'jiza sodir bo'ldi. Bir necha oy o'tib, Dindim yana qaytib keldi. Ha, aynan o'sha baliqchining uyiga. Pingvin minglab kilometr masofani suzib, bosib o'tgan edi. U aslida Argentina tomonlarda yashaydigan Magellan pingvini edi. Olimlar hayron bo'lishdi. Dindim har yili minglab kilometr suzib, yana Joao yoniga qaytardi. U bir necha oy uning bilan yashar, keyin yana ketardi. Bu holat 8 yildan ortiq davom etdi. Pingvin o'zini qutqargan insonni unutmagan edi. Olimlar aytishicha, pingvinlar hid va yo'nalishni juda yaxshi eslab qoladi. Lekin bu voqea oddiy instinkt emas edi. Bu minnatdorchilik edi. Bu sadoqat edi. Bu do'stlik edi. Shunday qilib, kichkina pingvin butun dunyoga bir narsani isbotladi. Yaxshilik hech qachon yo'qolmaydi. Agar sen biror jonzotga yoki insonga yordam bersang, bu yaxshilik albatta qaytadi.